Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti talabasining Turkiyada bir kuni. Xabaringiz bor, men barcha tibbiyot sohasining qiroli bo'lmish nevrologiya sohasida amaliyot qilyapman. Qayerda deysizmi? RUR reytingi bo'yicha 760-o'rinda turuvchi Egey universitetida. Bu yerda nevrologik har qanday patsientlar OQK metodi bo'yicha 3 bosqichli tekshiruvdan o'tmoqda. Meni bu yerdagi ko'plab jarayonlar shokka tushirdi. Keling, sizga ham bular haqida aytib beraman. Birinchisi, barcha insonlar elektron tizimga birlashtirilgan. U tizimga esa xususiy klinika ham, davlat klinikasi ham barcha tekshiruvlarni va bemorlar haqida ma'lumotlarni yuklashi mumkin. Shunchaki siz bitta ID terasiz, qarabsizki, kelgan patsient haqida barcha ma'lumotlar mujassam. Ikkinchisi, bu yerda navbat talashib urishadiganlarni ko'rmadim. Doktorlarga hurmat esa shunchaki dahshat darajada. Xo'jam deb iltifot qilishadi. Men esa bu yerda xo'ja deb atashadi. Buni professor Hasan xo'jam qo'ydi. Uchinchisi, bemorni faqat bitta doktor ko'rmayapti. Avval subassistent, so'ng assistent va oxirida professor ko'radi. Agar holat jiddiy bo'lsa, bu ham meni juda ham o'ylantirib qo'ydi. Xullas, Turkiyada amaliyotim zo'r o'tmoqda. Sizga ham tavsiya qilaman. Keling, ko'ring, o'rganing.